Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischilari. Bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, layklarni bangillatamiz, kommentariyaga omad so'zini yozib ketamiz va yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xo'p. Bizni Yusuf Moto do'konimizda o'tgan safar Excalibur motovlogiga jatkalarni uстановка qilgandik. Endi xudo xohlasa mana Agrigiloviy 186 dizelli motoblok. Nima uchun biz faqat o'sha 186, 188 motobloklarga jatka uстановка qilamiz? 186 lar vigitni ixcham bo'ladi, jatka uchun absolyutni. Xo'p, motoblogimizning narxi 8 million 500 ming so'm, jatkamizda 7 million 300 ming so'm, balonlarimizda jufti 1 million 500 ming so'm, stupitsalarimiz esa 2 million 400 ming so'm. Akalar, bunaqa narx hech qayerda yo'q. Xo'p, bu motobloklarning sifatiga qarab, firmasiga qarab narx-navolar o'zgaradi. O'shaning hisobiga bizda sifatli va hamyonbop narxlarda bo'ladi akalar. Xo'p, kimga qanaqa motoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga jatka kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 90 001 41 45, 90 370 02 80 nomerlariga aloqaga chiqasiz. Xo'p, maxsus spiz jatkalarimiz, bular faqat urush uchun moslashtirilgan, yerda ishini qilmaydi. Buni o'z zavodskiy balonlari shiroki kichkina bo'ladi, maxsus urushga moslashtirilgan. Xo'p, kelaverasizlar, xudo xohlasa. 1110 Zubr motoblogimiz bartavoyli 254 4x4 kvadrosiklarimiz bor, motobloklarimizni har xil turidan bor. Bemalol biz do'konimizga kelib, siz xohlagan sifatga ega motobloklarni xarid qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelaverasizlar, xudo xohlasa.